Geldi 7300 kopulga 2013 maşını seydi alasıda 1.5 el motor çıkıdı. Mayser piyat en tayin tüven pakiz maşına kol xot tonlik çıkıdı. Andaki ma kendi kulap kalsa 15-6. Şemboşa 6. ağaçça o 2300 kopulga alasıda maşına qattiq urib tekkan almashqa vaqaga suduq qalgan kesib pulga val yo'q seyan yuan çıkıdı ha. Andaki ma kendi kelsak bular. Mava 2017 2. Şemboşa kilerjil 2. ağaçça biçi Şinkönse maşına 16.000 kopulga alasıda maşına kol xot tonlik Moşqilisining eng alisi ishiklari barmoq chiqadi. Mashin pakiz, bejirim, suduq qalmagan kesib olinmagan sayyan yuanjan deydigan bo'lsa mana edinglar. Uchalasi bir-biridan pakiz mashallah. Xurmurini chiqdi, rolda anjambat, do'qon, qo'lxot, tonlik bor mashinda. Mashina oldi biyopalar mashinkan chiqdi ekan, oldinda ham ya asosat mashina bak yangi bolalar, qattiq mavsum bo'lgan yo'q. Usqan bak pakiz, tayoqda ekan soqolga olib qattiq ham yo'q. O 72. Şemboşa 2. ağaçça 16.000 kopulga alasıda. Andaki mağlap qalsa 15 6. Şemboşa 6. ağaçça bunu lap qalsa o 2000 kopulga alasıda. Maşina pakize acayip yangi değişik bo'ladi. Qattiq urib chiqilib qolganlar yo'q. Mavsum bo'lgan degandek. Buni mo 4 parcha qilma yangi 1 kopul hajm etgansizlar. 1.5 motor chiqadi. Mayser piyati en tayin tuvana. Siravalim shunda pakiz mashina usqan pakiz tayog'i yo'q. Andaki mağlap qalsa mashinaki makeni bayadik bir tal kichik chirog bor ekan, shu ichki sunib ketib qopti. Uni bilak mashinaning boshqa aybi yo'q balla. Mashina siravalim pakiz 7300 kopulga edi olasizlar. Mashina qo'lxot chiqadi, 1.5 el motor, mayser piyatim en tayin tuvan. Bunun bir pul hajmida g'ayri yo'q. Qo'lxot tona chiqadi, mayser piyat tuvan pakiz, bejirim bir narsa yedisam bo'ldi deydigan do'stlar. Yichi, marka suqmagan do'stlar qolsa yichi deymiz. Ama doyunda Aramxonda bir mashina chiqarib ekansiz, bir mashina pek so'raydi ekansizlar, ya mashina markasini bilmagan ekan, men ya bilmaydi ekanman. Yichi deymiz, 2013dagi 7300 kopulga alasizlar, 1.5 el motor chiqadi. O'tirdik ulab qolsa, seriqi Jonxa olib qol, Jonxa deymiz. O 2000 kopulga alasizlar, 2015 6. Şemboşa 6. ağaçcha. Lekin an keyingi ulab qolsa, bichi deymiz, 5 kishilik, 1.6 mi adash? 1.5 motor chiqadi, 5 kishilik. 2017 2. Şemboşa 2. ağaçça onun plusub qolib qolsa 16.000 kopulga alasizlar. Arim hasaqlay imtiyojı bo'lib qolsa, uchirib qilsam bo'ldi.